Vasoqlar. Bittalar boshinglar. Oyligi menimcha 1-2 oylik atrofida bo'lsa kerak. 1-2 oylik. Mana o'si bir haftalikmi? Shunaqa yaqinda tug'ilgan. Uni qo'chqor bolasi. Gap yo'q. Bola keyingi partiyamizga ham akalar soni serob, ona bolani ko'pida mana. 16 ta ona bola. 16 ta aka. 16 qo'yiladi barakali variantlarda mana egizchilardan. Egizchilardan haqiqiy bolalari ham, onalari ham yirik variantlari. Keyingi partiyamizga akalar xudo xolasa bo'g'oz qo'ylar, yirik variantlari. Bo'g'oz qo'ydi, shunaqa bo'yi uzun. Assalomu alaykum Saroyning ashaddiy obunachilar, chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari, ona bola qo'y ishqibozlari. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani optimchilar qishlog'i Saroy qishlog'ida arzonchi optimchi Nizomiddin akam qo'y fermalariga kelganmiz. Laykni bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Bugungi xudo xolasa ona bola egizchi, xudo xolasa hammasidan bor. Bugun hafta kuniga shanba 2-may, may oyining 2-sanasidamiz akalar. Laykni bosmagan bo'lsangiz bir marta mana shuni bosib qo'ying, sizlar uchun harakatdamiz akalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nega charchamaysiz? Yaxshimi? Qalay? Yo'ldingizmi? Allohga shukr. Xudo xolasa sifati zo'r, sifati zo'r. Xudo xolasa yeb itishi ham yaxshi. Keyin yoshiga ham yosh. Yosh, xudo xolasa. Hali yosh partiyamizga nechta ona bola? Birinchi partiyamizga 6 ta ona bolamiz bor. 6 ta ona bola. 6 ta ona bola bor. Bolalari qo'chqor sog'liq qanaqa? Buningda 2 ta qo'chqor bo'lish kerak. 2 ta qo'chqor bor. Qolgani urg'ochi. Hop, ikkitasi birinchi qoringa. Aka, onalarning yoshi qanaqa? Hop, ikkitasi tug'li. Qolgani 4 ta 6 ta. 3 tasi tug'li ekan. Mana shu uchalasi tug'li. Qolgani 4 ta 6 ta. 8 tasi yo'q buning ichida. Yosh qo'y ekan, xudo xolasa hammasi. Xudo xolasa yosh. Qari qo'y yo'q ekan ichida. Yo'q, mana o'zlari mana bu tulaganlar ham mana bularni tulashni boshlagan. Tulashni boshlagan. Aka, bolalarni oyligi menimcha 1-2 oylik atrofida bo'lsa kerak. 1-2 oylik. Mana o'si bir haftalikmi? Shunaqa yaqinda tug'ilgan. Uni qo'chqor bolasi. Gap yo'q. Bolasi qo'chqor. Sifatlari zo'r ekan. Vaqt cho'zmaymiz. Ilojini boricha tez videoni qilaveramiz. Partiyamiz xudo xolasa manfaatli video bo'ladi. U hali oldi qochdi savdo bo'lmaydi. Yetkazib berish xizmati qaygacha bo'ladi ekan? Dastlabki biz bo'ynimizga. Qaygacha? Samarqandgacha. Samarqandgacha besplatni kelib boradi. Besplatni boradi. Nechta olishsa? Farqi yo'q, bitta olsa ham yetkazamiz. Gap yo'q. Bitta olganga ham Samarqandgacha besplatni. Klient turib yetkazamiz uni. Asli O'zbekiston bo'ylab bor kelishilgan holda. Xudo xolasa kelishilgan holatda qilib beramiz. Gap yo'q. Akalar ulgurib qolinglar. Ona bolani narxi yengili. To'g'risi, bozorda ham boshqa savdogarlarga ham solishtirib ko'rasizlar akalar. Ona bola qo'y 7 million ustida bo'lyapti, lekin narxini ko'rib turasiz. Xudo xolasa yengil bo'ladi. Aka, bularda onalari menimcha 75 atrofida bo'lsa kerak-a? 70 ga olishaversin, 70 pilis. 70 pilisga beraveramiz, a? 70 pilis. 70 pilis, 75 pilis minusga. Shunaqa. Narxi. Hop, Ismoil endi buni bir joyga olsa 6 million 300 berilamiz. Yo'q aka. Kanalimizda yangisiz, a? Yangimiz endi arzon chiqarish kerak-da aka. Yangi arzon chiqaramiz. Qarang. Arzon chiqarsangiz, ilojini boricha arzon qo'ysangiz, odamlar sizga masalan ishonadi-da. 6 milliondan olsa hammasini bir joyga tortdim deganga. 6 milliondan. 6 milliondan. Kam ham bor? Hammasini bir joyga tortsa bitta like bosib, sizning nomingizni ismi Saroydan keldim desa bitta obunasi bo'lsa 5 million 8 million sotdim men. Barakasini bersin, gap yo'q. Akalar 5 million 800 dan ona bola qo'y. Yeb ichishi bir hafta. Yeb ichishiga bir hafta garantiya. Bir hafta yeb ichishga bor. Bular endi prosta ozgina mehr taraf oddiy ko'katda yurgan. Agar ozgina yem berib tursa, mana shu qo'ylar kuziga xotirjam qochadi onasi. Mana bolalar qochadi, bolalar ham o'zi. Bolalar ham kichkina emas-da. Mana shu qo'ylar hozirda 3 million sotishyapti. Aka, bolalar ham kuzga xudo xolasa qochib qolsa, qishga qochsin. Mana shu qo'zlarga 3 million sotyapti-da. Albatta, 3 million ustida ham bo'lyapti. Yangi tug'ilgan qo'y 2,5 million bo'lyapti o'zi. O'zi qo'y tug'ilgan qo'y 2,5 million so'rashayapti, 2 million qo'y sotmayapti. Gap yo'q. Akalar aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa 5 million 800 ming so'mdan qo'rangizga olib kirib berishadi, aka. Xudo xolasa yetkazamiz. Uyingizga olib kirib, qo'rangizgacha qamab berishadi. Aloqaga chiqing, ishni bitiring. Keyingi partiyalarimizga navbat beramiz. Keyingi partiyamizga ham akalar soni serob, ona bolani ko'pida mana. 16 ta ona bola. 16 ta aka? 16 ta. 16 ta ona bola. Yiriklardan, bolalari ham, onalari ham yirik. Xudo xolasa toza simjon, hisorini zo'ridan. Hop, onalarning yoshi qanaqa? 4-6 ga, 3-qoringa. 4-6, 3-qoringa. Bolalarga e'tibor bering. Onasiga e'tibor bering akalar. Ismoil
ichida aksariyat bironta ham qo'chqori ko'p. ha, bironta ham ichida kichkina bolasi yo'q ekan. Yo'q, buni hammasi hamma bolasi mana standart shunaqa. Hop, keyin qo'chqor ko'p. 16 ta bola, hop, 10 ta qo'chqor, 6 ta sovliq bor. 10 ta qo'chqor, 6 ta sovliq 6 ta sovliq. Bolalar menimcha aka bir 3 oylik, 4 oylik atrofida-ya. 3 oylikka olishaversin. 3 million ustida, mana shular 3,5 million atrofida mana. Bolasini o'zi akalar olib qo'ysangiz, xudo xolasa har qanaqasiga bolasini o'sishi hisobiga, undan tashqari semirish hisobiga onalarni boqib tursangiz kuzda qo'chqorga qo'shib qo'yaverasiz-da. Onalari ham xudo xolasa yurib qochib qolsa, plyusda har qanaqasiga. Hop, aka bo'ladi 700 berishgacha bo'ladi. Samarqandga yetkazib beramiz. Onalarning Qolgan bo'yi joyiga 75 ko'ryapman men onalarni. 70-75. 70-75 ga beraveramiz, a? 70 Mana kilo unga chiqarib qarang, beramiz. oyoq qo'zlardan ekan, mashalloh. Quloqni qarang, quloqni, shalpan quloq. Olgan odam aytayapman, hech qachon ziyon qilmaydigan plus har qanaqasiga plus chiqadigan variantlari. 16 ta ona bola. Bu ham Samarqandgacha besplatni. Samarqandga yetkazib beramiz. Bitta olishsa ham. Bitta olsa ham yetkazamiz. Gap yo'q. Undan uyog'iga ham bor, kelishilgan holda. Bu xudo xolasa obunachilaringizga manfaatli bo'ladi. Bolalari ham hammasi yaxshi. Yeb ichishi bir hafta. Yeb ichishiga bir hafta Bir hafta sinovi bor. Akalar, Yeb telefonda yaxshi ko'rmagan bo'lsa, telefon qilasizlar, videosini tashlab Videosini berishaveradi. tashlab Videosidan muammo yo'q. Bemalol telefon qiling, videosini tashlab berishadi. Hammasi men ko'ryapman, sifati zo'r. Tavsiya qilaman, ulgurib qolinglar. Aka, bizga narxi muhim. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Chekka chiqing, mashina keladi. Endi buni narxini so'l 6,5 berilamiz. 6,5. Sababiga bolalari qo'chqor, aksariyat 10 tasi qo'chqor, 6 tasi sovliq. Mana shu qo'chqorlar kuziga lekiga katta qo'chqor olib ketdi, qo'yga qo'ysa bo'ladi. Maqsad sotishmi? Maqsad sotish. Tushamiz bunda aka. O'ylanmang, 6 million 400 mingdan sotamiz. Yo'q, tushamiz yana. Ko'proq tushib bering, u 100 ming, 150 ming. Asli 100 ming, 150 ming ham pul to'g'ri, lekin qo'yga 500 ming pul qo'yilmaydi, 100 ming, 150 ming pul qo'yiladi. Katta pul qo'yilmaydi. Katta pul qo'ysangiz buni bozordan olaveradi. O'sha YouTube'da arzonlik uchun mana kelib olishyapti. Arzon qo'yib bersangiz, bitta hammasini 1 metr tortimni 6 million 300 mingdan sotdim mashina barakasini bersin. 6 million 200 mingdan. Tanlab olsa 100 ming pris 6 million 200 mingdan sotdim barakasini Gap bersin. yo'q. Akalar, aloqaga chiqarasizlar. 6 million 200 ming so'mdan optimlarda yirik bolalari ham onasi bilan teng o'zi. Onasiga yetib olgan bolalari ham mana. Aloqaga chiqing, eshitib o'tiring, tanlab olishga 100 ming so'm pelisi bor, ko'p emas. Aloqaga chiqarasizlar, keyingi partiyamizga navbat beramiz. Xudo xolasa hammasi mana kelishgan, o'zi osilmagan. Onalariga yetib olgan bolalari ham. Aloqaga chiqarasizlar, keyingi partiyamizga navbat beramiz. Qani? Keyingi partiyamizga akalar, haqiqiy barakali, hisori qo'yiladi, barakali variantlarda mana egizchilardan. Egizchilar ham haqiqiy, bolalari ham, onalari ham yirik variantlari. Endi ko'paytiraman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz akalar. Xudo xolasa olib qo'ysangiz uyingizni qo'y bosib ketadi. Egizchi variantlari, ikkita, uchtadan tug'adigan xudo xolasa maza qilib uyda qo'yni ko'paytiradigan variantlari. Soni nechta aka? Buni egizi 4 ta, soni 4 ta. Ha, bolasi hammasi ikkitadan. Bolasi 8 ta mana. Ha, bolasi 8 ta, 5 ta qo'chqor, 2 ta sovliq bor. Maza qilib yurishibdi mana. Hop, bolalari 8 ta, onasi 4 ta. Ha, 3 ta qo'chqor, 3 ta sovliq, 5 tasi qo'chqor. 3 tasi sovliq, 5 tasi qo'chqor. Mana ular mana akalar onasiga yetib olgan o'zi mana. Mana yangi tug'ilgan mana. Alloh xolasa yangi mana. Hop, onalarning yoshi. Hop, 3-chi qoringa bular ham hammasi. 3-chi qoringa. 3-chi qoringa hammasi. Gap yo'q. Xudo xolasa yeb ichish bir hafta bulardi ham. Qari qo'ymas ekan. 5-6 yil. Hafta qo'yi yo'q, xudo xolasa. 5-6 yil bolasini olaverasiz. Bolasini olaveradi. Aka bularda bo'ylari 75 bormi? 70-75 shunaqa. 70-75 atrofida. 7-siga bir haftasini bir haftasini bor. Samarqandgacha. Samarqandgacha dastavkasi bor. Gap yo'q. Samarqandgacha besplatni kirib boradi. Hop, endi qanaqa ma'lumot qoldi? Menimcha so'rab oldik hammasini. Aka, buni ham bizga narxi muhim. Narx arzon bo'lsa, xudo xolasa egizchi ekan-u. Egizchi deb turib 1 million ustida aytolmaysizmi ish qilib? Yo'q. Siz obunachilaringizga bunaqa narx hali bo'lmagan. Men buni hammasini oldimga 8,5 milliondan sotdim mashina. Aka, egizchi ekan deb turib. Lekin ikkita qo'chqor 6 million bo'lsa, 3 milliondan 6 million bo'lsa, onasi 2 million qolyapti-da. Aka, qarang-da. Egizchi ekan deb turib endi oshira olmang. Hali 100 mingdan kam berasiz, 8 million 400 mingdan. Yana tushamiz.
Agar sizga obuna bo'lishgan bo'lsa so'royingizga 8 Like million bosib turishsa. like deb bosib tursa 8 million 300 ming so'mdan barakasini bersa. 8 million 200 ming so'm. 200 da olsin, barakasini Gap yo'q. bersa. Akalar 8 million 200 ming so'mdan O'ziga borsa, bolalarning o'zi 15 milliondan 10 million bo'ladi-da. Xotirjam xudo xolasa Bolalarning o'zi. 8 million 200 ming so'mdan Ma'lum egich chiqardi, qarang, ma'lum To'g'risi chiqardi. bozorda aka o'zim ko'rganman-da. Hozir ham bozorda men o'zim bozorda videosini olyapman. 10 millionda ustida aytyapti. 11 million 12 million aytyapti egich qo'ydi. Shunaqa. Bizga haligi bundan qo'y qolmaydi, arzimagan pul qo'yiladi. Shunisiga ham barakasini bersa. Gap yo'q. Bo'ladi. Keyin Ismoil mana bitta to'qlaymiz bor. Mana bo'g'oz. Hozir mana masha. Bir 3-4 kunda tug'adigan. O'zi yelini tishlari to'g'layotibdi, 3-4 Bitta bo'g'oz bor, Bitta bo'g'oz bor, bu addinimi? Narxi? Bu addinni. Qancha? Buni 4 millionga beramiz oxiri. Bo'g'oz qo'ydi. Shuni ichida, shuniga hali arzon olib 4 millionga ketaveradi ham. Gap yo'q. 2-3 kunda tug'adi. Akalar 4 million so'mga bo'g'oz qo'y ketdi mana. To'g'li tisholmagan hali. Tushormagan. Aloqaga chiqarasizlar, keyingi partiyalarimizga navbat beramiz. Keyingi partiyamizga akalar xudo xolasa bo'g'oz qo'ylar, yirik variantlari. Bo'g'oz qo'ydi, shunaqa bo'yi uzun, sifati zo'r, badani zo'rlardan so'ragan aka-ukalarimizga videoni jo'natib qo'yasizlar. Soni nechta buni aka? Hop, buniki 24 ta. Soni 24 ta. 24 ta. Yoshlari Buniki 4 ta 6 ta, 2 ta 8 tasi bor, qolgan 4 ta 6 ta aksariyat. Buningda lekin 4 tasi ham bor, 2 tasi ham bor-da, aralash. Shunga 4 ta 6 ta deyapman tishini. gap yo'q, 4 ta, 6 ta. 3-qoringa, ba'zi 2-qoringa. Mana mashqo'y 2 tish. 2 tish. Mana mashqo'y 2 tish. Gap yo'q. Xudo xolasa akalar, unaqa qari qo'y yo'q ekan. Qari qo'y bitta, ikkita bor ekan-a. U ham tishini maydalamagan-a? Yo'q, tishini maydalamagan, 8 ta qilich. 8 ta tish, lekin 8 ta tishini qilich. maydalamagan. Gap yo'q. Bolasini 1 kilo olishaveradi, 2 kiloga xotirjam naq beraveradi. Keyin buni narxi umuman sensatsiya qilib beramiz. Qisirdi narxida beraman shu buni narxini. Nimaiki, haligi yeb-ichish yaxshi, obunachilaringizga bir sensatsiya video bo'ladi. Gap yo'q. Hop, bularni yetkazib berish xizmatigacha bo'ladi. Samarqandga yetkazib beriladi. Samarqandgacha besplatni kirib boraveradi. Bo'ylari 80 Yo'q, ko'ryapman. 75. 80. 75. Ha, 80 chiqmay qolsa haligi bor narsani chiqaraylik-da. 75 ga olishaversin. 75 Undan yo'q pilis. pilisi, ha, ularga naqlishaveradi. 75 hisoblashaversin. Gap yo'q. 75 pilisga beriladi akalar. Lekin Lekin yoshi. Mana mashq qo'yib bering. Mana, kelini. Mana akalar. Sonini nechta dedingiz? 24 ta bayda. 24 ta. 24. Hammasi bo'g'ozmi? Xudo xolasa qo'chqor bilan yurgan, qo'chqorni ko'rganmiz. Endi buni biz o'zi qildirib yavash-yavash, lekin hammasini yiliga bez tushib qolgan. 3-5 kunda yiliga bez tushadi. Hammasini yilini ushlab ko'ra olganmiz. Garantiya bormi har Xudo bo'g'ozga? xolasa 90% garantiya. Endi shu 24 ta qo'ymisham, bitta ikkita bo'g'oz qisqa chiqib qolmasa, xudo xolasa, qolgani hammasi bo'g'oz. Gap yo'q. Buni aka optimga sotamizmi yo Optimiga. tanlab olishganmi deymiz? Tanlab olishga ham sotaveramiz. Gap yo'q. Hop. Yoshini aytdik, bo'yini aytdik. O'zi tulashga kelib qolgan qo'ylar aka. Mana o'zi mavlama qarang, o'zi mana simjun mana tula bo'lyapti. Simjun kashtan qo'ylar. Tula bo'lyapti. Hop, menimcha aytmagan ma'lumotimiz qolmadi. Dastavkani ham aytdik. Bitta olsam yetkazib berasizmi Samarqandgacha? Yo, bu bo'g'oz qo'yu. Bitta olsa ham yetkazamiz. Gap yo'q. Dastavka bizni buni, dastavkani umuman o'ylashmasa. Gap yo'q. Dastavkadan muammo yo'q aka. Dastavkada umuman muammo yo'q bizda. Yetkazamiz. Aka, mana shu 24 ta qo'ydi, bitta oladigan qilib chiroyli qilib ayting narxini. Rahmat. Qarang, 24 ta qo'ydi, bittada olib qo'yadigan qilib narx ayting. Mana 24 tani. Bitta olsa, Bitta olsa bor, 5 million bor. Olsa. 5 million zo'r narx, bozorda bermaydi, boshqa Lekin savdogarlarda ham 3,5 yo'q. millionga barra qo'zib beryapti-da. Shunaqa. 3 million 3,5 millionga barra qo'zib beryapti. Tug'ib bersa, xudo xohlasa. Tug'ib bersa lekin bo'ladi. ha, kuzga borsa bolasi o'zi 4 million bo'ladi-da. Aka, ozmoz Qarang. o'tadi bundan ham. Hammasini tortdimsa maydalashib o'tirmayman. 4 million 800 mingdan sotdim, tanlab olsa 5 million. Barakasini bersin. 4 million 800 dan. 4 million 800 dan tortdim hammasini deganga. 5 ta olsa ham 4 million 800 dan beraman. 5 dona olsa ham. 5 tani haydab olsa. 5 ta olsa optim уже. Tanlab olishganmi deymiz? Tanlab olish aytibman. 5 dona olsa ham 4 million 800. 1 dona olsa lekin 5 millionga beraman. 1 dona olsa 5 millionga. Bir dona tanlab olsangiz 5 million so'm, hop 5 tani haydab olsangiz ham 4 million 4 million 800 a. 5 ta olsa ham 4 million 800 dan beraman. Gap yo'q. 4 million 800 dan 5 tani haydab Men olsangiz ham. aytdim sizga buni vaqt sensatsiya qilib beraman. Akalar, savdogarlarga ham Bu tavsiya qisirdi qilamiz. narxi, qisirdi narxi. 4 millionga qisir qo'yib beryapti. Gap yo'q. Xudo xolasa 80%, 90% bo'g'oz. Hammasini yerida bezi bor. Endi Savdogarlarga ham %100 tavsiya qilamiz. Nimaga deganda, savdogarlar ham olib turib kamida 5,5 6 dan sotsa bo'ladi akalar.
O'zimizdan mana shu bu sal ko'proq edi. 40 ta edi. Ha. Shuna bitta shuna bo'lib oldi, 15 milliondan deb oldi. Lekin tanlab olmadi. Shartimiz shunaqa edi. O'shanga endi buni haliga bizga ushlab turaversak yemishi. Endi qonun to'g'risi bor. Biz endi buni egalariga yetkazishimiz kerak. Ulgurib qolinglar akalar. 4.8 ming so'mdan xudo xolasa, hop, hammasini olsa aka chiroyli qilib o'tib berasiz. Xayr sunnati genazidin kamini qilib beraman. Gap yo'q. Aloqaga chiqarasiz akalar. 4.8 ming so'mdan optim narxda 5 tani haydab olsangiz ham ketaveradi, lekin mana shu 24 tani bitta olib qo'ysangiz chiroyli qilib o'tib berishadi. Bo'lmasa biz videolarimizni yakunladik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sizlar uchun arzonlardan, zo'rlardan chiqarishda davom etamiz. Bizni kuzatishda davom eting.